Diqqat, diqqat, e'lon. 2025-yilning 26-oktyabr kuni Navoiy viloyati Konimix tumani Boymurod qishlog'ida yashovchi rahmatlik Olim Hojibobo farzandi Mustafa Rais Hojibobo xonadonida katta chempionat ko'pkarisi belgilandi. Ko'pkari sababchilari Mustafa Rais Hojibobo nabiralari Nurmuhammad, Rahimjon hamda Dinmuhammadjonlarning sunnat va xatna to'ylaridir. Ko'pkari solimlari tuyalar, toylar, tanalar hamda pullik solimlardir. Oxiriga syurpriz solim tikiladi. Bir kun oldin 25-oktyabr kuni rahmatlik Olim Hojibobo hamda O'lmas hoji onani yod etib elga osh beriladi. Uzoqdan kelgan mehmonlar uchun qo'noqlar qabul qilinadi. 26-oktyabr kuni soat 7:00 da elga osh beriladi. 9:00 dan ko'pkarimiz boshlanadi. Ko'pkarimiz Boymurod qishloq maydonida chopiradi. Ko'pkarini Abdulla Alibekov hamda qozog'istonlik ko'pkar boshlovchisi Yerjan og'alar boshqarib boradi. YouTube xizmatida Sanjarbek TV, Alisher 24 hamda Farruxbek TV'lar bo'ladi. Barchangizni ko'pkarimizda kutib qolamiz.